Assalomu alaykum qizlarjonlar. Kuningiz xayrli o'tsin. Lavash xamirdan ko'plab taomlar, salatlar qilinishini bilardim, lekin pishiriq tayyorlanishini bilmas ekanman. Ijtimoiy tarmoqda lavash xamiridan Napoleon tortini tayyorlangan ekan. Buni tayyorlab ko'rishni qiziqdim va uyimda katta lavash xamiridan bir pachka bor ekan, pachkasida 3 dona bo'lar ekan, o'shani to'rtburchak qilib kesib oldim. Girdidan chiqqanlarini ustiga kroshkasi uchun. Kesilgan lavash xamirlarimizni har bir listini ustiga sariyog' surtib olamiz va ustma-ust 3 qavat qilib oldim. Pishirish uchun duxovkaga yuboramiz. Moloko va sariyog'dan krem qilib oldim. Mana pishib chiqdi. Lavash xamirlarimiz jami menda 6 ta bo'ldi. 6 ta lavash xamiri pishib chiqqandan so'ng ustlariga kremlarni surtib, Napoleondek qavatma-qavat qilib terib chiqamiz. Napoleonlarim ham tayyor bo'ldi. Tez va oson tarzda pishirib oldim. Ko'p vaqtingizni olmas ekan. Tayyorlab ko'rishni sizga ham tavsiya qilaman.